Assalamualaikum hörmetli qarindoshlar. Sharq Turkiston sürgünlü hükümeti televiziyasining xabarlar programmasini ko'rishinglarni qisman qarshi olamiz. Tunda tafsiliy mazmunlarni diqqatingizga sunamiz. Sharq Turkiston Milliy Uyg'unish harakatining qurg'uvchisi. Sharq Turkiston sürgünlü hükümetining bosh ministri Salih Xudoyor apandining boshchiligida 23-iyul kuni Washingtondagi Aqsaroyning oldida Asr davlatlar haftasini xotirlash munosabati bilan namoyish olib berildi. Baş ministerimiz Salih Xudoyor apandi bundaq bayonot berdi. Apandilar va xonimlar, har vaqtinglar xayrlik bo'lsin. Biz Asr davlatlar haftasini xotirlash munosabati bilan Amerika hukumatidan Prezident Bayden yetakchiligida Sharq Turkistonni besib olingan zamin deb e'tirof qilish va shu orqali Xitoy tajovuzchilarining Sharq Turkistondagi Uyg'ur va boshqa turkiy millatlarga yurgizayotgan irqiy qirg'inchilikni to'xtatishni talab qilib yig'ildik. Asr davlatlar haftasi kommunizmning kontrolidagi asr davlatlarni ittifoqlashib qo'llashni maqsad qilgan. Bu hafta qurultoy asr davlatlar tizimligini e'lon qildi. 1952 yili imzolangan 1959 yildagi ommaviy qonun ro'yi bo'yicha Sharq Turkiston va Tibet asr davlatlar tizimligida yer oldi. 71 yil ilgari 1949 yili 22 dekabrda Xitoy Xalq Cumhuriyati qonunsiz holda Sharq Turkistonni ishg'ol qilib olgandan boshlab Sharq Turkiston xalqiga irqiy qirg'inchilik yurgizib keldi. Yaqinqi yillardan buyon Amerika, Angliya va Kanadani o'z ichiga olgan xalqarodagi nurg'ulg'an davlatlar Xitoyning Sharq Turkistondagi Uyg'ur va boshqa turkiy millatlarga qilayotgan vahshiyliklarini aybladi. Sharq Turkistondagi Uyg'ur va boshqa turkiy millatlarni osonliq millatlar deb ataydi. Sharq Turkistonni Xinjiang yoki Xitoyning g'arbiy shimoli deb ataydi. Sharq Turkiston masalasida biz inson haqlari dafsanchiligiga qarshi xalqaro to'qinishni talab qilamiz. Sharq Turkiston besib olingan davlat deb e'tirof qilinishi, Sharq Turkiston to'qinishi xalqaro to'qinish deb qaralishi. Sharq Turkiston xalqi mustaqil, o'z o'ziga xo'ja bo'lishi lozim. Sharq Turkiston masalasi Xitoyning ichki masalasi emas. Ham bundaq muomala qilinmasligi kerak. Xalqaro jamiyat Sharq Turkistonga bo'lgan majburiyatini ado qilishi lozim. Bu majburiyat Sharq Turkistondagi xalqning huquqini kafolatlantirish, Sharq Turkiston xalqi uchun to'g'rini ijro qilish, qonuniy, siyosiy bexatarlikni qo'g'dash majburiyatidan iborat. Bu Amerika hukumati va xalqaro jamiyatning siyosat talabi bo'lishi lozim. Asr davlatlar qonuniy birlikka kelgan davlatlarning davlat bexatarligiga kafolatlik qilgan bo'lib, asr davlatlar xalqlarga erkinlik va demokratiya elib kelishni maqsad qiladi. Asr davlatlarni qo'llaydi. 2019 yil sentabrda diasporadagi 109 mingdan ortiq Uyg'ur, Qozoq, Tatar, Qirg'iz, O'zbek qatorliq Sharq Turkistonlik turkiy millatlarning imzo qo'yishi bilan Sharq Turkiston Milliy Uyg'unish tashkiloti orqali Aqsaroyga iltimos yo'llab, Amerika hukumatidan 21-asrda Sharq Turkistonda yuz berayotgan irqiy qirg'inchilikni to'xtatish, Sharq Turkistonni besib olingan zamin deb e'tirof qilish talab qilindi. Biz Prezident Baydenning Sharq Turkiston xalqining ovozini anglashga, Amerika Qo'shma Shtatlarini asr davlatlar qonuni bo'yicha ishg'ol qilingan davlatlarga bergan va'dasi bo'yicha Sharq Turkistonni ishg'ol qilingan davlat deb rasmiy e'tirof qilishni va Sharq Turkiston xalqining mustaqilligini qo'lga keltirishiga yordam berishini umid qilamiz. Biz Amerika va boshqa demokratik davlatlardan Sharq Turkiston uchun tuvandiklarini qilishini umid qilamiz. Sharq Turkistonda til qo'llanishda xalqaro qonun bo'yicha til qo'llanish, Beijingning irodasi bo'yicha belgilanmaslik. Sharq Turkiston besib olingan bir davlat. Sharq Turkiston to'qinishi xalqaro to'qinishdan iborat bo'lishi. Uyg'ur, Qozoq, Qirg'iz, O'zbek qatorliq turkiy millatlar mustamlika qilingan. Ular osonliq millat emas. Uyg'ur va boshqa turkiy millatlar Xitoy musulmonlari emas. Sharq Turkiston Xinjiang emas. Mustamlika nomi Xinjiang yangi yer degan ma'noda bo'lib, Xitoyning jahongirlik orzusini aks ettirdi. Xitoy irqiy qirg'inchilik yurgizyapti. Uyg'ur kishilik huquqini xalqaro o'lcham bo'yicha bartaraf qilish. G'arbdagi demokratik davlatlar Sharq Turkistondagi inson haqlari dafsanchiligini to'xtatishi kerak. Sharq Turkiston xalqi mustaqillikqa erishishi lozim, chunki mustaqillik Sharq Turkiston xalqining haqqi. O'tgan hafta biz dunyodagi davlatlarni kuchli harakat qo'llanib, irqiy qirg'inchilikni to'xtatishga da'vat qildik. Dunyo rahbarlari har yili qayta takrorlanmasin va'dasini berdi, ammo bu va'da quruq so'zga aylanib qoldi. Bugun qayta takrorlanmasin degan qirg'inchilik Sharq Turkistonda takrorlanmoqda.
3 milyondan ortiq Uyg'ur va boshqa Sharq Turkistondagi turkiy millatlar Xitoyning jazo lagerlariga qamaldi. Ig'ir qiyin qistoq, sistemlik bosqinchilik, majburiy emgak silish, organlar uchun o'ldirish qatorliq turli ig'ir zulmlarga duch kelmoqda. 850 mingdan ortiq Uyg'ur va boshqa turk bolalari oilalaridan majburiy ayirib etilib, davlatning yotoqliq maktablari va darultamlarda Xitoy til madaniyati bilan yetishtirilmoqda. 8000 yillik tarixiy yodigarliklar va qabristonliklar vayron qilinmoqda. Biz xalqaradagi barliq davlatlarning xalqaro qonunlarga asosan darhol jiddiy insonparvarlik harakatini qo'llanib, Xitoy ishg'ol qilgan Sharq Turkistondagi irqiy qirg'inchilikni to'xtatishni va Sharq Turkiston masalasini hal qilishni talab qilamiz. Bu namoyish Amerika WDVM xabar kanalida xabar qilingan bo'lib, bu hafta Amerikada asr davlatlar haftasi, ya'ni asr davlatlarni xotirlash va ittifoqlashishni o'z ichiga oladi. Uyg'urlar Oqsaroyning sirtida yig'ilish o'tkazib, Amerikani Sharq Turkistonni ishg'ol qilgan davlat deb e'tirof qilishga chaqirdi. Sharq Turkiston milliy uyg'unish harakatining qurg'uvchisi, Sharq Turkiston surgunda hukumatining bosh ministri Salih Xudoyer Prezident Baydenning Xitoyning davom qilayotgan irqiy qirg'inchiligini hal qilish uchun texnik kuchli harakat qo'llanishini talab qildi. Salih Xudoyer Amerika hukumati ittifoqlashib, erkinlik va mustaqillikni asliga keltirishga urinayotgan asr davlatlarning orzusini hurmatlashi va qo'llashi kerakligini, Bayden hukumatining asr davlatlar qonunidagi va'dasiga amal qilishni umid qilganligini aytdi dedi. Amerika Qo'shma Shtatlari xabarlari Washingtonda yashayotgan Uyg'urlar Bayden hukumatidan Sharq Turkistonni besib olmagan zamin deb e'tirof qilishni talab qildi degan temada bir xabar e'lon qildi. Xabarda Washingtondagi faoliyatchilar Oqsaroyning oldiga yig'ilib, Bayden hukumatidan inson haqlari dafsanchiligi, etnik tozalash harakati yuz berayotgan Sharq Turkistonni besib olmagan zamin deb e'tirof qilishni talab qildi. Bu yig'ilish Amerika so'g'uq munosabatlar urushidan keyin bekitgan Sovet kommunizm imperializmidagi asr davlatlar haftasining oxirlashishiga to'g'ri keldi. Bu yil 7 oyning 16 kuni e'lon qilingan asr davlatlar xitobnomasida biz Sharq Turkistondagi Uyg'urlarni asosiy gavda qilgan turkiy millatlarning jazo lagerlari va turmalarga nohaq qamalib majburiy emgakka silinayotganligini, insonlarning nazorat ostida yashaydiganligini anglab turyapmiz. Amerikadagi foyda olmaydigan tashkilot Sharq Turkiston Milliy Uyg'unish Tashkiloti O'rta Osiyo bilan chegaralanadigan, Uyg'urlarni asosiy gavda qilgan turkiy millatlar o'ltiraqlashgan joy Sharq Turkistonning mustaqil bo'lishini talab qilyapti deb yozdi. O'zi Sharq Turkistonda tug'ilgan, Oklahomada cho'ng bo'lgan 2019-yili Sharq Turkiston surgunda hukumatining bosh ministri bo'lib saylangan Sharq Turkiston Milliy Uyg'unish Tashkilotining qurg'uvchisi Salih Xudoyer apandi Xitoyning Sharq Turkistonning qonunsiz ishg'ol mustamlaka qilganligini, shunga irqiy qirg'inchilik yurgizib kelayotganligini aytib, Baydenni Sharq Turkiston xalqining ovozini anglashga, davomlashayotgan irqiy qirg'inchilikni to'xtatish uchun xalqaro jamiyatni texnik kuchli harakat qo'llanishga chaqirdi. Salih Xudoyer apandi yana yaqinqi yillardan buyon Xitoy Sharq Turkistonda keng ko'lamda jazo lagerlarini qurib, kuzatish sistemasini o'rnatib, Uyg'urlarni asosiy gavda qilgan turkiy millatlarni qamaganligini, terrorlik va oshqo'liqning oldini olish uchun qurganligini aytib, dunyoni aldayotganligini, qandaqla bo'lmasin Antony Blinkenning martda buni irqiy qirg'inchilik deb e'tirof qilganligini, dunyoning qayta takrorlanmasin va'dasining quruq gapga aylanib qolganligini, qayta takrorlanmasinning hozir Sharq Turkistonda yuz berayotganligini, Xitoyning Sharq Turkistondagi barliq turkiy millatlarni yo'qotish maqsadida harakat qilayotganligini o'ttirg'a qo'ydi. Sharq Turkiston surgunda hukumatining bosh ministri Salih Xudoyer apandi OAN televiziya kanalining ziyoratini qabul qildi. 1959-yildan e'tiboran Amerika prezidentlari asr davlatlar haftaligi e'lon qilib, Sovet kommunizm imperializmini ayblaydi. Sharq Turkiston Milliy Uyg'unish Tashkiloti Amerika hukumatidan bu yil Sharq Turkistonni asr davlat tizimligiga kirgizishni jiddiy talab qildi. Sharq Turkiston surgunda hukumatining bosh ministri Salih Xudoyer apandi asr davlatlar qonuni 1959-yildan beri Amerika hukumati Sovet kommunizm imperializmi asir olgan davlatlarni bekitishni maqsad qilgan qonun bo'lib, asr davlatlar har yili asr davlat haftasida xotirlash faoliyati olib bordi. Amaliyotda asr davlatlar tizimligiga Sharq Turkiston, Tibet, Xitoy cho'ng quruqligi va boshqa Xitoy kommunizm imperializmi asir olgan joylarni o'z ichiga olishi va Amerika asr davlatlardagi xalqning erkinligini qo'lga keltirish uchun kurash qilishga yordam berishi lozim.
Biz Amerika hökumətinin Şərq Türkistanda Xitay yürgüzüyotqan vəhşiliklərini irqiy qırğınçılıq deb bekitgeniga rahmat aytamiz. Xitay işğal qilib mustamlika ostida tutayotgan Şərq Türkistanda Uyg'urlarni asosiy gavda qilgan turkiy millatlarga vəhşilik yurgizib kelayotgani 71 yildan oshdi. Bu shiddat yaqinqi yillardan beri barg'ansiri avj oldi. Ammo xalqaro jamiyat sukutni saqlab kelmoqda. Biz Şərq Türkistan meselesinde insan hakları depsençiligiga qarshi xalqarалық to'qinish oldiga o'tishni umid qilamiz. Chunki Şərq Türkistan 70 yildan beri Xitoyning ishg'oliyati ostida. Xitoy tajovuzchilari 1949 yili Şərq Türkistonni mustamlika qilib, mustamlika nom yangi joy ma'nosidagi Şinjan deb atab kelmoqda. Şərq Türkistan Xitoyning bir partisi emas. Şərq Türkistan Xitoyning bir qismi sifatida muomala qilinmasligi lozim. Xitoyning Şərq Türkistondagi Uyg'ur va boshqa turkiy millatlarga qilayotgan vahshiyligining tub sababi Xitoyning Şərq Türkistonni ishg'ol qilishi bo'lib, bu masalaning yelchisi Şərq Türkistonni mustamlika qilganligidan iborat. Xitoyning hozirgi vahshiyligi yangilik emas. Xalqaro jamiyat Xitoy hokimiyatini adil deb o'ylab qoldi. Natijada Xitoy millionlagan Uyg'urlarni asosiy gavda qilgan Şərq Türkistondagi turkiy millatlarni jazo lagerlari va turmalarga qamab, ayollarni majburiy tug'mas qilyapti, hamilisini tushiryapti. 850 mingdan ortiq bolalarni oilasidan ayirib etdi. Keng ko'lamda etnik tozalash harakati yurgizib keldi. Bu irqiy qirg'inchilikqa qarata biz xalqaro jamiyatning bo'libmi Amerika Qo'shma Shtatlari qurultiyi a'zolari va Aqsaroydan Şərq Türkistonni Xitoy tarafidan besilgan zamin deb e'tirof qilishni, xalqaro qonun bo'yicha texnik kuchli usullarni qo'llanishni umid qilamiz dedi. Va oxirida ziyoratchilar uchun Şərq Türkistan Milliy Uyg'onish Tashkilotining to'rbat adresini aytdi. 2021 yılı 7. ayının 25. günü Şərq Türkistan Xalq Cəmiyyəti Yaponiyanın Tokyo şəhər mərkəzində xalqaro cəmiyyətdən və xalqaradakı demokratik dövlətlərdən yardım so'rash maqsadida namoyish elib bordi. Şərq Türkistan Xalq Cəmiyyətinin qurğuchisi Abdurrahman Hasan Efendi və Şərq Türkistan Xalq Cəmiyyətinin qonuniy vakili Rabia Nemet xanım Uyg'urcha, Yaponcha axborot e'lon qildi. 東トルキスタン人はこのような残虐な弾圧とジェノサイドに Ko'pchilik yaxshiliklar. Biz Yaponiya turishliq Şərq Türkistan Xalq Cəmiyyəti. Biz bugun Xitoy tajovuzchilaridan tashlangan davlat Şərq Türkistanda xo'rliq va haqorat yashayotgan sahibsiz qolgan xalqimizning vakili bo'lish salohiyatimiz bilan Yaponiya hukumatidan yordam so'rash maqsadida namoyishimizni davomlashtiryapmiz. Chunki biz Yaponiya hukumatining insoniyatni qo'llaydiganligiga ishonamiz va adil maydonda turib Şərq Türkistan xalqini qo'llashni talab qilamiz. Xitoy tajovuzchilari bu asrda butun dunyo erkinlik va demokratiyani qo'llayotgan vaqtda yana kelib dunyoning qo'llayotgan davlatlarning ko'z oldida millionlagan Uyg'urlarni asos qilgan Qozoq, Qirg'iz qatorliq Şərq Türkistan xalqi va inson qalbidan chiqqan irqiy qirg'inchilik ilib qo'yyapti. Masalan, milyonlagan tinchlikni so'yadigan begunoh kishilar, olim ziyolilar, tijoratchilar va har qaysi kasb ahllarini xohlagan tutqun qilib, xo'rlab o'ldirish lagerlariga to'lovlab och qo'yish, urush, meditsinasini qilib berish, xo'rlab o'ldirish, bosqinchilik qilish, organ atkazligi qatorliq inson tasavvur qiluvsiz xo'rliqlarni qiladi. Bunun bilan tam milyonlarca Şərq Türkistanlıqni izdireksiz yo'qishda davomlashtiradi. Bütün dünyada normal deb atalayotgan odatdagi diniy odatlarning shundoqli Şərq Türkistan xalqining tarixdan buyon davomlashtirib kelayotgan urf-odatlarini jinoyat kesib tutqun qilishni davomlashtiradi. Maktablarda Uyg'ur tili, qozoq tili qatorliq tillarni cheklab, bolalarni kichikdilla o'z tilida so'zlayolmas qilib qo'yadi. Yuqori texnik sistemlarni qo'llanib 24 soat nazorat ostiga olib, shaxsiy turmushi qadar aralashib, xotirjam uxlash huquqidan mahrum qilib urib chiqqan do'stlar bilan normal aloqani cheklayapti. Milyonlagan Şərq Türkistan ayollarga qarata inson qalbidan chiqqan xo'rliqlarni qilyapti. Masalan, majburiy omil turish, Xitoy erlaridan to'y qilishga majburlash, jinsiy qul qilish, Xitoy shaharlarini turkum qilib, arzon ishga oldiga qul qilish, illiq oilalarni vayron qilib, milyonlarcha yetim bolalarni yetim qilib, ota-ona mehridan ayirib, ro'yxatga buzg'unchilik qilish. Qatorliq shaxsiyatlar jinoyatlarni sudladi.
Şarkı Türkistan'daki baylıklarını müsaade kılış, muhitini bulgaç, yadrosunu kılış, yurt mahallelerini atalmış özgürlük namında yok kılış, atarlık ağır buzgunluklarını kıladılar. Xitay tecavüzçüleri yukarıdaki insan kılıbından çıkan cinayetlerini kılıp, ata-anasından ayırıp, Xitaylar özü bakıp, şafaatçi bolvadılar. İşlerini zorluk bilen nominatlaştırıp, atalmış işvarlılaştırış namında kul kılıp işlediler. Belki 10 milyon Şarkı Türkistan halkını ruhi ve cismani cihetini haraplaştırıp, normal yaşaş hukukundan mahrum kaldırıvadılar. Biz Şarkı Türkistanlıklar Xitay tecavüzçülerinin bu insaniyetsiz bastırışına katli karşılarımız ve Yaponiya halkını Xitay tecavüzçülerinin esebiyetçi, faşist millətçiliğinin agahlandırmız. Çünkü Yaponiya hükümeti Xitay tecavüzçülerinin bu vəhşiyane cinayetlerini tüzün tedbir kolunu toktatmasa, ya Şarkı Türkistan halkını kuzulmasa, Irak olmayan kelgüsüde tecavüzçülüğünü Asiyaga, ondan keyin Garip dünyası kıymetçi mümkün. Şarkı Türkistan halkı tarihten bu yan tinçlikni söylediğin, insaniyetni söylediğin, medeniyetlik aktüel halk. Şundaqla tarihçi halkıranın siyasi kararı hürmet kılıp, tinç yaşap gelgen halk. Afsus, Xitay tecavüzçüleri eşlizimin egilir bolgan Şarkı Türkistan halkını yok kılış için meseleni özü payda kılıp, beygünah halklarga insan tasavvur soğuksuz sunumlarda kılvadıdır. Xitay tecavüzçülerinin bu cinayetleri Birleşken Devletler Teşkilatı'nın 1948 yılı imzalagan irqi kırgınçlıkның oldun eliş ve cezalaş ahdnamesinin 3. maddesiga asasen irqi kırgınçlık kirdi. Biz Yaponiya hükümetinden dünyadaki yüksek demokratiyani qoğduvchi devletlerinin biri boluş fikri bilen adaletli ilişkisine ve Şarkı Türkistan halkının demokratik hukuklarını qoğduşunu, irqi kırgınçlıkın toğutusu için tedbir elişini, Xitay tecavüzçülerinin Şarkı Türkistan halkına elip beriyotgan vəhşiyane cinayetlerini irqi kırgınçlık dep itiraf kılışını ve Şarkı Türkistan'da Xitay tecavüzçüleri tarafından işgal kılınan devletler tunuşunu. Şundaqla Xitayda ötküzüş aldı turgan olimpik yığınını bayıp kılış ve çetellerde yaşayotgan Şarkı Türkistanlıklarının nopus meselesini hal kılıp, devletinlarga kabul kılışınlarını talep kılınız. Ahırda biz şundaq keskin hitap kılınız ki, Şarkı Türkistan meselesi tarihte halkaralık mesele bolğuna okşaş, bugün bu halkaralık meseledir. Bu hergizmi Xitay tecavüzçülerinin devlet hizmetçilerinden teşkillengen, atalmış davagerlere aytgandek Xitay tecavüzçülerinin içki meselesi emas. Xitay tecavüzçülerinin mevhum davagerleri Şarkı Türkistan halkını siyasi cihetini parlaş ve Şarkı Türkistan halkının müstakillik iradesiga buzgunchilik qilishni davom qilmoqda. Biz hem bu kişilerin qilmishlarini qat'iy inkar qilamiz. Şunlaşqa Yaponiya hükümetinin tarihi isbatlarga hürmet qilib, adalet ve hakikat tarafı turup, Xitay tecavüzçülerinin Şarkı Türkistan'da elip beriyotgan irqi kırgınçılıkını ve tecavüzçülükünü ahırlaştırıp için çıkışını ötünümüz. Yaponiya hükümeti başçılıqdaki halkara cemiyetinin Şarkı Türkistan meselesini adalet bilen doğru hal kıldıqanlıqını işinimiz. Hemmanlarga köptün köp rahmet. Ahırda bizni maddi ve manevi cihetten qollab kelayotgan Yaponiyalik dostlarımızga ve yüksek demokratik himmet qarashının qoğdug'usi bolgan Yaponiya hükümetiga chin qalbimizdan minnatdorligimizni bildiramiz. Hurmat bilan Şarkı Türkistan xalq jamiyati. İşni uzoqqa so'zilgan deb ümidsizlanish kufri bilan barobar. Chunki Alloh faqat kafir qavmlar Allohning rahmatidan ümidsizlanadi degan. Ümidsizlanmaslik bilan uzoqqa so'ziladigan kurashning munosabatini to'g'ri bir taraf qilish lozim. Amalga oshmaydigan 10 yillik plandan 10ni tuzgandan amalga oshadigan 100 yillik plan yaxshiroq. Buningdan hech kim gumon qilmaydi. Faqat ko'chat tikkanlar mevasini ko'ra olmaydi. Biz ko'msak, bolalarimiz ko'rsa. Biz to'yda o'tirmasak, bu sug'uda xizmat qilsak. Ministr yoki jumhur raisi bo'lmasak, ozod vatanning dehini bo'lsak mayli emasmi? Biz uchun vaqt ayirganingizga ko'p rahmat. Kelar qatimqi programmamizda ko'rishguncha Allohga omonat bo'lgaysizlar.